Toshkent viloyati ko'zi ojizlar maxsus kutubxonasi viloyatimizda ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi hamda sog'lom fuqarolarga axborot kutubxona xizmatini ko'rsatib kelayotgan muhim ma'naviy maskanlardan biridir. Mazkur kutubxona O'zbekiston Respublikasi Prezidentining respublika aholisini axborot kutubxona bilan ta'minlashni tashkil etish to'g'risidagi 381-sonli qarori, shuningdek Toshkent viloyati hokimining 2009-yildagi 117-sonli qarori hamda Qibray tumani hokimining 2010-yildagi 426-sonli qarori asosida 2009-yilda tashkil etilgan. Kutubxonaning umumiy fondi 21225 nusxa adabiyotni tashkil etadi. Shundan 13249 dona bosma adabiyotlar, 2859 dona brail yozuvdagi bo'rtma kitoblar, 2086 dona disklar va 3031 dona gapiruvchi audio kitoblardir. Mazkur boy fond ko'zi ojiz kitobxonlarga va sog'lom fuqarolarga bilim olish, dunyoqarashini kengaytirish hamda ma'naviy kamolot sari intilish imkonini yaratib kelmoqda. Toshkent viloyati ko'zi ojizlar maxsus kutubxonasi mehr, e'tibor va ma'rifat maskanidir.